Butun dunyo bir vaqt o'zida Instagram, WhatsApp va Facebooksiz qolganini eslaysizmi? 2021-yil 4-oktyabrda dunyoda g'alati hodisa yuz berdi. Instagram, Facebook va WhatsApp birdaniga butun dunyoda ishlamay qoldi. Millionlab odamlar yozisha olmadi, bizneslar to'xtadi, hattoki ayrim davlatlarda favqulodda holatlar yuzaga keldi. Bu hech qanday kiberhujum emasdi. Asl sabab Facebook muhandislari ichki tizimda kichik o'zgartirish kiritishdi. Bu o'zgartirish esa internetning yo'nalishlari va marshrutlarini butunlay o'chirib yubordi. Natijada Facebook serverlari internetdan butunlay yo'qolib qoldi, go'yoki hech qachon mavjud bo'lmagandek. Hattoki Facebook xodimlari ham binolarga kira olmadi va ichki tizimlarga bog'lana olishmadi. 6 soat ichida Facebook kompaniyasi bir necha milliardlab zarar ko'rdi, lekin natijada odamlar texnologiyaga qanchalik bog'lanib qolganligini tushunib yetdi. Birgina kichik xato butun dunyoda aloqani uzib qo'yishga sabab bo'ldi. Shunday mashhur dasturlarni sizning ham farzandingiz yarata oladi. Uchqun yosh bilimdonlar uyi bunga yordam beradi. To'garaklarimizga yozilish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.